Do'stlar, Rossiyaga borish shart emas. Sababi mana shuni yozgan ustidan so'raymiz. Nima uchun yozib qo'ydingiz? Aka, Rossiyaga borish kerak yo'q endi, oilaviy bola chaqasini oldi. Mana shu biznes yo'lga qo'yib, mana shu yerda ham Rossiya topgan pulni topsa bo'ladi. Sababi o'tgani ba'zan Rossiyaga ketgan, mana shu yerda ham mana shu pul topishyapti aka. Bu ishlab chiqarishimiz aka. Gazavo ishlab chiqarish mana. Hozir ichkarida ko'rsataman mana. Narxlari ham o'tganga nisbatan dollar kursi tushdi, boshqa qildi, lekin biz narxni o'zgartirmadik, narxlar tushdi aka. Demak, hozir gazoblok ishlab chiqarish. Keyin yangilar bor, iloji boricha aka biz odamlarga qulay bo'lsin deb turib, narxlarni ham tushirib qo'yganmiz. Keyin Adres qanaqa adres? Adres Namangan Uchqo'rg'on Qo'g'ay. Demak, azizlar, biz videorolikni boshladik. Qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like-ni bosinglar. Gazoblok ishlab chiqarish biznesi qishda ham, yozda ham, bahorda ham shu ishni qilsa bo'laveradi. Hozir biz sizlarga narxni ostidan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, gazoblok ishlab chiqarish uchun mana bunday, Bu penablok. Gipsablok deydi-ku. Gipsablok mana gazoblok. Gazoblok mana shunaqa aka. Penablokga nisbatan ancha mustahkam bo'ladi. Hozir ko'p qavatli uylar ham 90% gazoblokdan qilinyapti. Aynan mana shuni ishlab chiqarish uchun nima qilish kerak? Nima sotib olish kerak? Apparat sotib olib turib, o'zining biznesini yo'lga qo'yish kerak aka. Qani o'shani ko'raylik. Rustam aka qarang. 1,5 ming dollarga, 1,5 ming dollar. Bitta emas, ikkita emas, 3 ta biznes qilib qo'yganmiz. Odamlarga qulaylik bo'lish uchun debdi. Gipsablok ishlab chiqaradi. Gipsablok talab yaxshi emas bo'lsa, gazoblok ishlab chiqaradi. Unda ham bo'lmasa, tomga pena quysa ham bo'ladi aka. Mana bitta apparat qo'ygan 3 ta biznes. Endi nimalari bor deganga aka. Siz bilan boshdan oxirigacha yaxshi video qilamiz-ku. Tushunish uchun mana mikser yangi, kompressor yangi, rastor bochka, pena generator, 3 ta qolip, keyin mishalka, suyomkes, mana ten boshqa narsalar ham bo'ladi. Keyin gazovod tepasini kesib olib tashlash uchun arra 3 ta qolip bo'ladi aka. Bunda ham gazoblok, ham penablok, ham tomga pena quyish xizmati ham bor-da. Tomga pena quysa ham bo'ladi. Misol uchun ikkita aka-uka deporti bor yo boshqasi bor, Rossiyaga ketmay, mana shu yerda penablok, gipsablok ishlab chiqaradi. Orada tomga pena quysa, zakaz bo'lib qolsa, tomga pena ham quyib kelaveradi aka. Bo'lmasa gazoblok ishlab chiqarish ham mumkin. Demak, hozir mana shu bitta komplektga kiradi. Bir komplekt kiradi aka. Bir komplektga mana shular hammasi kiradi. Narxi 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar aka. Aksiya narxi. Aksiya narxi 1,5 ming dollar. O'tgan ham 1600 qo'yganmiz o'z kanalingizda shunaqa. 1,5 ming dollarga do'stlar gipsablok ishlab chiqarasiz. Mana bunday chiroyli hamma xilidan bor ekan. Mana bu gazoblokdan ishlab chiqarasiz va tomga pena lombos deyshadi. Pena shoq. Keyin aka yana bitta narsa bor. Menga dedi, tomga penani o'zi kerak bo'lsa 300 dollar aka. Mana pena generator, rastor bochka, kompressor, mikser 300 dollar aka. 300 dollar. Undan tashqari o'rgatib ham qo'yamiz. Xohlasa bega kelib o'rganadi. Agar dastavkani kelishgan narxda qilib beramiz aka. Yaxshi, mana bu temirlari qanaqa listlari? Temir listlari. Uchli rossiyskiy list, profillari qalin, 3 tadan oshib qo'yilgan, ochilib yopilishi rezbali aka. Sizni videozda 5 yil oldin qo'yganmiz video, hozir ham qo'yapmiz. Shu paytgacha bir xil uchli rossiyskiy list bo'lgan. Narxlar o'zgarsa ham sifat o'zgarmagan. 5 yil oldingi svarchigimiz o'sha. Misol uchun qolibda hech qanaqa aybi yo'q. 4 yil 5 yil bemalol ishlatilib, baquvvat qilib qo'yilgan. Har bittasiga profil qo'yib aka. O'zbekistonning hamma joyiga yetkazib. Yo'q aka. Endi nima desam bo'ladi? Hozir mana qarang. Vodiy bo'ylab men dastavka qilib beraman aka. Vodiy bo'ylab qilib beraman. Chunki hozir qish fasli uchun transportlar metan yo'q hech qayda. Ana qolgan viloyatlarga ham kelishilgan narxda aka. Misol uchun bir komplekt chiqib qolsa, o'zimizda 2 komplekt bo'lib turib qilib berishimiz mumkin. Samarqand, Buxoro, Xorazm. Qarochi aka vodiy voha ajratmayman aka. 1600 dollar dastavka qilib beraman. Qoraqalpoqqa ham, 90-95 ga ham, 70-75 ga ham ash narxda qilib beraman. 1600 dollar dastavka. Dastavkada qanaqa bo'ladi? Dastavka olib boriladi, borib turib bu narsalarni ustunovka qilib, quyib ko'rsatib berib kelinadi. Keyin oldindan to'lov aka yarmini tashlaysiz, 200 dollar tashlaysiz, 300 dollar emas, 200 ming so'm, o'zbek puliga. 200 ming so'm hozir har odamning karta bor. 200 ming so'm kartadan tashlab beradi. Mahsulotlar uyga borib, ustunovka qilganda qolgan pulni berilaveradi aka. Demak, azizlar, mana shu yerdan olib ketsangiz 1500 dollar ekan, dastavkasi bilan 1600 dollarga aylanar ekan. Sizga qanday quyiladi, hammasini o'rgatib, ustunovka qilib beradi. Chunki bu o'zi ishlab chiqaradi, biladi.
Bizda yana ishlab chiqaruvchi joy ham bor-a? Ha, ishlab chiqarish joyi bor. Uspet qilsak, videoni qo'shib yuboramiz. Uspet qilmasak, yana safar video qo'yib yuboramiz. Kelishdik. Hozir bu yerda yana komplektlar bor ekan. Bu komplektimiz aka. Aka. $1,500. 1,5 ming. Ha, bu ham bir xil. Sababi nima desa, bunda boshqacha. Kimdir undan, kimdir bundan. Lekin bunda mana ikkita qolip bo'ladi, uni ikkitadan 24 chiqar, shablon reska bo'ladi. Shablon reskaning vazifasi gazoblok mana o'rtasida listi yo'q, uzun tayyor bo'lganda ustiga qo'yib turib kesib olish uchun. Xolasa 10 kesadi, xolasa 20 kesadi. Ha, endi suyomkisi bir tonnalik, tepasida 110 talik shablon aka. 1500 AQSh dollariga mana shu bitta komplektni narxi Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistongacha. Qo'shni davlatlarga ham dastavka bor. Granitsagacha dastavka bor. Yo'q, uka, bizga ustanovka ham kerak desa, misol uchun, granitsadan yaga o'ta olmasa ham peshkom odam o'tib turib, peshkom ustanovka qilib ko'rsatib qo'yadi. Bu videoni aka iloji boricha paddesh qilib turib, like bosib turib, uka, beda pris bor, somon pris bor demasdan ishlariga omad uka desa, video ko'proq ko'rsa, qo'shni davlatlar ham kelishyapti. O'tgan ko'rgansiz, Tojikiston, Qozog'iston, Afg'onistonga ham qo'yib berganman aka. Afg'onistonga o'zim borib, uka, anchani ko'raman, sizni videolarda deb turib, istab ash paytda men Qirg'izistondaligimda 2 kun telefon qilganim uchun o'zim borib Afg'onistonga borib ustanovka qilib ko'rsatib berganman aka. Afg'onistonga ham borib kelibdi. Do'stim, qarang, mana shuni ishlab chiqarish uchun buni tarkibiy qismi nimadan iborat? Aka, tarkibiy qismi sement, qum, alyuminiy pudra, kavshning soda bo'ladi. Ximikatlari, misol uchun, telefon nomerlari beriladi, qaydan olishlarini biladi. Sement, qum endi hamma viloyatlarda bor, bilasiz. Hozir asosiy 90% sement qum bo'ladi. 90% sement qum bo'ladi. Misol uchun, buni 80% sementda, misol sement qum bo'ladi. Buniki sement ko'proq ishlatilsa, bunga gips ishlatiladi ekan. Bo'ya yiqilib ketadi. Tez ekan mana. Aka qarang. Nima farqi bor deganlarga, Rossiyadagi penabloy bilan mo'nim penabloy. Biznikining farqi nimada deb Rossiya ko'pchilik aytadi-da. Buni ham sifatli qilsa mana tanglidan qo'yish mumkin. Haqiqatdan. Ha. Ko'pchilik aka, nima deysa, kerakli retseptdan kamroq qo'shib turib mahsulotlar arzon yo sifatsiz qilib qo'yapti. Ekonom qilamiz. Ha. Buni asosan Rossiyadan farqi, Rossiyada buni o'rniga gipsoniga oq sement qo'shiladi. Ashinga iyada sal bahotroq bo'lishi mumkin. Bizda ham shuni qilsa bo'ladi. Bizda oq sementni o'zi 1 kilosi 2000 so'm aka. Bu yerda arzon. Yo'da arzon. Gazoblok mana endi kirib kelyapti, 1 yil 2 yil bo'ldi xolos. Bundan beri xudo xolasa 10 yil 15 yil bo'ladi-da aka, buni kelajagi bor biznes. To'g'ri. Yana apparatlar tanishtirib o'taman aka. $1,500 aka. 1500 dollarga do'stlar boshqacharoq ekan. Bu boshqacha qolpagana, ana bu boshqacha. Endi qaysi biri afzal taraf dedi, u yaxshimi, bu yaxshimi deydi. Ha, haqiqatan bunisi yaxshimi, bunisi yaxshi. Xolasa bundan qilib beraman. Bunga xamir singari bo'ladi, kesiladi. Spesialni reskada. Xolasa bundan qilib beraman. Xolasa bundan qilib beraman aka. O'zimning maslahatim uy sharoitida qiladigan bo'lsa, bundan qilsa bo'ladi aka. Chunki bu yana mana bunaqa narsa kesilish shart emas aka. Penabo ham chiqaradi, boshqa ham chiqaradi, shunaqa aka. Bu degani faqat foyda emas. Odamlarga ham 3 ta biznes bo'lib turib, bittasi o'xshamasa, bittasini qilib ketaveradi-da aka. Kesilmaydi listlari bor, tagigacha profillar bor aka. Demak, qaysi birini tavsiya qilasiz deysa, siz ana shuni aytasiz. Ha, shuni aytaman aka. Kesa qo'yayotgan sexlar o'rganadi. Bu avtomat kesiladi. Hozir meni rushnoy kesilsa aka, bunda avtomat kesib beradi. Bundaqa avtomat liniya ham qo'yib beramiz, xohlasa. 10 ta qolip ham bo'ladi. Keyin mana avtomat reska bo'ladi, mishalka, suyunks hamma yo'q bilan $6,000 dan boshlanadi aka. $6,000 mana bu avtomat reska. 10 ta qolip. Qolipimiz shundan. Yomkasda. Ha, qolipimiz shundan bo'ladi, mishalkasi bo'ladi, keyin mishalka bo'ladi, $6,000 bo'ladi. Keyin Rustam aka qarab turing, yana bitta narsa bor. Menga qolip o'zi keraksa, u qolipdan ham bor. Nari qolipdan ham bor. Qolip o'zini olishim mumkin-da. Misol uchun yoki qanchadan qoliplar donasi qo'shimcha olaman deyishsa. $150 qilib beraman. $150. O'tgan yili 1,900,000 sotilgan. Tez hisobladik. 1,800,000 qilib beraman aka. Sizning hurmatingizdan aka. Chunki men misol uchun 5 yil oldin video qo'yganman, misol uchun 5 yil oldin qo'yganman, siz bilan video olish yaxshi ko'raman. 5 yildan birga ishlaymiz. Ha, birga ishlaymiz chunki obunachilar yaxshi. Har safar padeshiya qilgan. Aha. Inson hech qachon noldan chiqqan odam unutmasligi kerak-da aka. Gap yo'q do'stlar, sizlarni maqtashyapti, obunachilaringiz yaxshi deb bittadan like-ni bosib qo'yinglar. Biz ichkariga qarab kirib ketyapmiz. Aka, Penabloy bu tarafda. Penabloy apparatlari? Ha,
Penablok Legosi. Lego. Ichida turbali bo'ladi. Bir-biriga ip tortmasdan ursa bo'laveradi. O'rtasida yuzli teshik bo'ladi. Rastor qo'ysa kolonna vazifasini bajaradi. $1000 aka. $1000. O'zbekiston bo'ylab dastavka ichida. Hop. $950. 950. Lego bir-biriga ip tortmasa kerak, buni teshigi yo'q bo'ladi. Bu degani ustalar udobniy. Aynaqa ip tortib nol nomay bir-biriga tas-tas kirib ketaveradi. Ustamas inson ham qursa bo'laveradi. Xuddi shunaqa aka. Oldin mana shunaqa deganingizki, $900 aka. $900. Dollar kursi tushyapti aka. 1,900,000 bo'lsa o'tgan, hozir 1,290,000 bo'lsa 1,200,000 aka. To'g'ri. Lekin narx tushirganimiz yo'q. Sifat ham mana shu gap. O'zgargan yo'q. Oshirganingiz yo'q. Oshirganimiz yo'q aka. Ha, tushirganimiz yo'q. Adashib ketdim, sog' bo'lyapti. Keyin aka, anaqa penablok 5 yil birinchi mashq qolib bilan boshlaganimizni eslasangiz, hali ham mashq qolib, bu qolibda ishlagan odam bu qolib ko'rgan, bu qolibda ishlagan, bu qolib ko'rgan. $830 aka. $830 mana shu komplektning narxi. Bunga pena generator, qoliplar, ana bu narsalarni qo'shib beradi usta. $800. $800 bu. Endi bir vosita mana shuni tushuntirib qo'yay. Komplektda nima bo'ladi deganlarga aka. Pena generator, laptop, kolonna. 3 ta qolip, kompressor, mikser, qolip yog'lash uchun pulsatorlar ham bor. Keyin 10 kilo pena bonusi qo'shilib beradi. Pena ham suyab qoldi, 10 kilo pena bonusi qo'shilib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка qilib beramiz aka. Shunaqa gap aka. Zo'r. Mana bu yerga pena generatorlarni xuddi zavodda terganda qilib terib qo'yishibdi, qaranglar. Rustam aka, yana bitta narsani aytaman. Xo'sh. Misol uchun pulim yo'q. Sharoit, endi har xil odam bo'ladi-yu. To'g'ri. Sharoit qiyin, uyimda kompressor, mikserim bor. Yengil tomdan boshlamoqchi bo'lganimda desada 1 million so'm aka. 1 million so'm pena generator narxi. Ha, buni bilan buni nima farqi bor deydi. Xo'sh. To'g'rimi? Degan nima farqi bor desa, mana yengil, mana. Tomga ko'tarish oson. Tomga ko'tarish oson, 20 kilo. Buni o'g'ri 90 kilo aka. Iyag'ini o'rgatamiz. 1 million so'm pul olib kelsa, mana shu tomga pena qo'yish monni sotib oladi. Biz yonimizdan qanaqa qo'yishni o'rgatib qo'yamiz aka. Молодец. Yo'q, uka tomga pena qo'yish o'zi kerak desa $300 qilib beramiz. Aytdiki, pena generator mashina. O'zi mana gaz ballonni o'zi ham aka 600 ming, 700 ming. Endi santenikadan o'zi bizga tayyor bo'lsa 800 ming, 900 ming tayyor bo'ling aka. Xo'p, biz hali ham mana sexning ichidamiz. Bu yerda ko'ryapsiz, tovarlar juda ham serob, hammasini o'zlari ishlab chiqarishadi. Ishlab chiqaradigan apparatni ishlab chiqarishadi. Qo'yil qolish kerak bularga. Yana bitta narsa aytaman, Rustam aka. Naqa? Liniya qanaqa bo'ladi deganda yaxshi tushunmay qoldi-da. Bitta pauza qilib turib, ana shu ko'rsatib qo'yaman. Do'stlar, biz pauzani ochdik. Aka, mana qarang, ko'pchilik aytadi, bular deydi, apparatni sotgancha deydi. To'g'rimi aka? Ashna kommentlarni ham ko'rganman. Biz o'zimiz ham ishlab chiqaramiz. Hozir biz videoni ana bu yerda qildik. Ana shu yerda, mana shu yerda yana ishlab chiqarishadi. Videoni zo'r qilsa hamma yo'q tushuntirasiz, ammo shunday tanlayman. Aka qarang. Suyomkes, tent hamma yo'qlar bo'ladi suv isitish uchun. Mishalka aralashtirish uchun. Avtomat reska. Ichkarida ko'rganimiz mana shu avtomat reska. Kesib berish uchun. Qolipdan 10 ta bo'ladi. Qoliplar 10 ta bo'ladi. 10 ta bo'ladi. $6,000 aka. Do'stlar, qaranglar, $6,000 ga mana shunaqa qilib sizlarga qurib berishadi. To'g'ri, sizlar o'zingiz qilasiz Siemensni. Bular kelib o'rnatib beradi. Avtomat biz sxemasini aytamiz, betonni. Sxemasini tashlaymiz. Keyin mono uголniga ham mayli o'zimiz borib svarka qilib beramiz. Nol olamiz-da. O'zimiz svarka borib, uстановка qilib, svarkalar qilib beramiz. Keyin manaqa nimamiz ham bor. Arava ham bo'ladi-da. Короче, manaqa bo'ladi. Tushunmaganlarga bu yerda mishalga narsa olgandan keyin mono avtomat bu yerda qo'yib keldingizmi? Bu yerda kesib turib g'isht chiqaveradi aka. Agar kimniki mana shu biznesni qilaman deydigan bo'lsa, mana qilib beradi, o'zi keladi, o'lchaydi, qayga qanaqa bo'ladi, hamda mana bularni olib kelib o'rnatib beradi. Kimdir mana shu podpislanchidan mana shu biznesni boshlayman deydigan bo'lsa, boyib ketishni xohlasa, mana shu insonga telefon qiling, mana shu yerda nomer turibdi. Siz ham aytib o'ring nomeringizni shu holatda. Nomerim 94 aka. 294 0033. Keyin 95 aka. 005 75 55. Soat 7 telefon qildingiz, bitta telefon qilyapsiz, hech yo'q aka. Kechasi 1. Ha, sizni omilashlarsiz. Zo'r insonlar aka. Har safar podesha qilgan. Nimaga demaysizmi? Misol uchun haligi
boshqa kanallarga qo'ysak 2000 ta, 3000 ta, 4000 ta, 5000 ta bo'lishi mumkin. Har safar like bosib, podeshka qilganim uchun aka, har safar hurmat qilaman. Lekin mana shu videomizdan podeshka 1 million ta prosmotr bo'lsa aka, bo'lganda YouTube'ingizda bo'lmagan, umuman bo'lgan. Ana shunda shu bir kamplik ichkarida $1,500 ham penavoy, ham gazoblok, ham tonga pena quyish xizmatini, apparatini shuni sizga beraman. O'z yaxshi ko'rgan libo obunachilar shuni topshiraverasiz aka. Gap yo'q. Mana Xitoy nima bo'lyapti? Kirib keldim O'zbekistonga, kirib keldi. O'zini-o'zi podeshka qilgan uchun O'zbekistonga ham kirib kelyapti aka. Biz ham podeshka qilib, like bosib, kommentga uka desangiz, kelyapti nima Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, gap yo'q, bavurlarim, olg'a O'zbekiston, azamatsin deb yozishyapti aka. Ana shunga negativ yozmasdan, uka ishlarga omad deb qo'ysalar, hech kimdan hech narsa ketmaydi. Shunaqa aka. Gap yo'q. Ko'rsatuv ancha foydali bo'ldi, chunki yaxshi insonni olib chiqdik videoga. Lekin ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.